Assalomu alaykum, Milliy kat yo'llar kanalining hurmatli tomoshabinlari. Mana bugun biz Andijon viloyati Bo'z tumaniga yetib kelganmiz. Xudo xolasa, sizlar ko'rib turgan xuddi shu xonadonda qishga issiq bo'lish uchun isitish sistemalarini o'rnatib bermoqdamiz. Xonadonimiz 70 kvadrat o'z ichiga olar ekan. Xudo xolasa, xonadonimizga 150 kvadratli utoplenniy kat yo'limizni ustanovka qilib beryapmiz. Xonadonimiz sistemasi samotok sistema bo'ldi. Suvda qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Xudo xolasa, sizlar bilan xonadon ichkaridan bir qator ko'rib chiqamiz. Xonadonimizga xuddi shunaqa panel radiatorlardan 6 dona ustanovka qilib berganmiz. Sistemamiz samotok sistema bo'ldi. Suvda qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Remontlarini bitta alohida aytib o'tasizlar. Xonadonimiz juda ham remonti, Euro remont aboylargacha bo'lib qilib bitkizilgan ekan. Juda ham sifatli qilib santexnik ishlarni qilib bajarib beryapmiz. Mana ichkarida ustakalarimiz ham ozgina ishlari qoldi. Mana juda ham sifatli, a'lo darajada qilib, hech qattiq o'yib, buzib netmasdan juda ham chiroyli ishlar qilib berdik. A'lo darajada Shozamon. Xudo xolasa, videoni kuzatishda davom etamiz. Sizlarga polni bir qator kat yo'limizni yonish jarayonlarini sizlarga ko'rsatib o'tkazamiz. Mana obratkalarimiz polni tagidan izolyatsiyalar bilan mahkamlab, juda ham haligi o'ynamaydigan qilib, chiroyli qilib har bir qarshi kerak bo'lsa simlarni baylab berib ketyapmiz. Videoni kuzatishda davom etamiz. Sizlarga bir qator kat yo'l yonish jarayonlarini yongandan keyin ustanovka radiatorlar qisishlarini hamma yo'lda ko'rsatib o'tamiz. Kanalga mehmonlar podpisatsiya tugmachasini bosamiz. Xudo xolasa, bitta like bosib, qanaqa savol fikrlaring bo'lsa kommentariya yozinglar, javob berishga harakat qilamiz. Videoni kuzatishda davom etamiz. Yo'limiz xonadonda shu orqa tomonga ustanovka bo'ldi. Mana kat yo'limizga ko'mir zapravka qildik bir yo'li. Mana xonadon egalari olib kelgan ko'mirni zapravka qilib berdik. Mana shu ko'mirda sinab beringlar. Bitta ko'ramiz ishni. Xudo xolasa, mana ko'mir zapravka qildik. Videoni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa, ko'mirda qanaqa yonyapti, qanaqa bo'lyapti sizlarga bir qator ko'rsatib o'tamiz. To'liq. Mana kat yo'limizni ham chaqon qo'yib oldik. Xudo xolasa, sizlar bilan kat yo'limiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Kat yo'limiz 15 kvadratli utoplenniy bo'ldi. Kat yo'limiz topkasiga 40 kg, 45 kg atrofida ko'mir oladi. Bu ko'mir sig'imi bilan 2 kvadratli xonadonlarda bemalol isita oladi. Xudo xolasa, ko'mirimiz yonish soati 12 soatdan 1 sutkagacha beradi. Kat yo'limiz bu eshigidan esa ko'mir, shlak, oshga tushgan kulpullarni olib tashlash uchun qo'yilgan bu eshigi. Ichida yana bitta eshikchasi bor. Xuddi shu eshigidan kulpul shlak-plaklarni kalansiki tevasi degan olib tashaverasiz. 85 vatli original ventilyator, original termostat. Bu termostat ventilyatorimizni boshqaradi. Aqlli qilib necha gradusga qo'ysangiz, xuddi o'sha gradusda o'chib yonadi. Bu gradusdan o'tib ham ketmaydi, tushib ham ketmaydi. Bu eshik esa teplameni tozalash, 2 metr teplameni bor. Teplameni tozalab, tushgan qurumlarni, kullarni xuddi shu eshikdan ochib olib tashlaysizlar. Divan xotimiz tozalash uchun juda ham qulay ravishda qilishlangan. Divan xotimiz xuddi shu boltidan shu ochsiz kullarni tushiradi. Divan xotimiz bir donasi 410 ming so'mdan bo'ldi. Xudo xolasa, sendvichi 2 kilolik nerjavaka. Xudo xolasa, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda raqamlarga aloqa qilasizlar. Xudo xolasa, bizni asosiy yo'nalish gazlashmagan hududlar uchun ko'mirli kat yo'llar ustanovka qilish berish. Kat yo'limizni sizlar bilan bir qator yonish jarayonlarini ko'rib o'tamiz. 3-Asadbek kat yo'l yonish jarayonida ko'raylikchi. Kat yo'limizga ko'mir zapravka qilganmiz. Ko'mirni ilashda hozir xudo xolasa sizlarga yondirib ko'rsatib beryapmiz. Mana kat yo'limiz ustida o'tinlari mana cho'q qilish uchun qattiq jism qilingan. Ko'mirga sekin ilashdi. Mana hozir ko'mirda yondirib beryapti. Ko'mirni gazi ham chiqyapti. Qozog'istonda belolma degan ko'mirdan belolmami? Shunaqa Asadbek. Mana shuni zapravka qildik. Xudo xolasa, yaltiroq ko'mirda juda ham chiroyli bo'lib yonmayapti. O'zining effektini ko'rsatyapti. Qo'lni yoping. Sizlar bilan endi bir qator xonadon ichkarilarini bir ko'zdan kechirib chiqamiz. Ungacha kat yo'limiz gradusini hozir necha ko'p chiqdi. Mana 75 gradus, 80 gradusga qarab ketyapti. Sinash uchun baland gradusga qo'yib, xonadon egalariga 90 gradusni nechaga aytgan gradusga qo'yib sinab beryapmiz. Sizlar bilan xonadon ichkarilarini bir qator ko'rib chiqamiz. Mana xonadon ichkarida radiatorlar bir qator ko'rib chiqamiz. Mana 70 gradus qo'lni kuydiryapti. Har bitta radiatorimiz mana eng oxirgi tushkasi. Xudo xolasa, juda ham sifatli ishlarni qilib bitkizib berdik. Mana ko'rgan bo'lsalaring, yana bir qator ko'rsatib o'taman. Remontiga alohida e'tibor berilgan. Biz ham alohida e'tibor berdik. Addelshiylar ham biz ham alohida e'tibor berdik. Addelshiylarning ishini bulab netib boshqalarning ishini qilmadik. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring, faqat turba razmerida bo'ldi. Boshqa yirtib o'yib, aboylariga hech qanday shikast yetkazmadi. Xonadon egalarining pullarini qadrlab ozmunchaga remont bo'lmagan. Xudo xolasa, juda ham chiroyli qilib ishni bitkazib berdi. Hamma radiatorlar pastdan mana turbalarimiz izolyatsiya bilan har bittasi ketyapti ko'rayotgan bo'lsalar. Mana bu radiatorlar ham qaynab yotibdi. Qo'l dushov bo'lmayapti. Kelinchi ukaxon, bitta radiator tushanchi uchalasizmi? Radiator tushanchi uchalasizmi? Mana xonadon egalari
Yonidan o'shancha yonidan ushlab tura olasizmi? 5 gacha. Qo'l kuyyapti mana, realni ushlab turib bo'lmayapti, to'g'rimi? Qaynaqmi? Bo'ldi. Xudo xolasa, kimga shunaqa sifatli santexnik xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda raqamlarga aloqaga chiqinglar. Sizlarning ishlaringni xudo xolasa juda ham sifatli qilib, a'lo darajada qilib, faqat tez qilib bitkizib beramiz ana. Bizi brigadamiz 5 ta bolamiz bor. Xudo xolasa 2 ta avtomashinada kelib, santexnik brigadamiz mana bugun ertalab tushilgan, xudo xolasa soat nechilarda kelishgan примерно? 9larda kelishdimi? 9larda kelib, mana soatimiz hozir 20:49 bo'lyapti. 20:49da obyektni полный isitish tizimini bitkizib, полный tamomlab bitkizib berdik. Xonadonimizga общий nechta radiator bo'ldi? 6 ta radiator bizdan olib kelindi, bitta radiator o'zlarida borda. 6 ta radiator biz tomonidan keltirildi. Bitta radiator o'zlarining hammomlarida uchi bor ekan, olib kelib berishgan ekan. Общий 7 ta radiator. Hamma sarf xarajatlar bilan xonadonimizga 20.500.000 so'm xizmat haqqi ketdi. Sizlarda ham xonadondan shunaqa proyektga tushgan bo'lsa, kotej usulida mana ko'rib turibsizlar. Sizlarda ham xonadondan shunaqa sistemalarni qilib beramiz. 20.500.000 so'm. Bitta hisobdan chiqarib olasizlar. Videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Qanaqa savol fikrlaring bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz.